Angren 20-asrning 40-yillarida tashkil topgan Toshkent viloyatidagi shaharlardan biri. Aslida Angren deganda ko'z o'ngingizga yurtimizdagi katta ko'mir konlariga ega, atrofini tog'lar o'rab olgan shahar keladi. Ikki tog', Chotqol va Qo'rama tog' tizmalari orasida joylashgan bu shahar atrofidagi azim manzilu makonlar qanchadan qancha tarix voqealariga guvoh bo'lgan. Angren shahar tarixi muzeyidagi eksponatlar ana shu o'tmishga nazar tashlashga imkon beradi. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Efirda tarix ko'zgusi ko'rsatuvi. Farg'ona vodiysi tomonga yo'li tushgan kishilar albatta Angren shahri orqali o'tadi. Men har gal Angrenga eltadigan yo'lda ketarkanman, beixtiyor nima uchun bu shaharga Angren nomi berilgan ekan? Uning nomlanishi qadim Ohangaron bilan bog'liqmi degan o'y xayolimdan o'tadi. Shuning uchun ijodiy safarimiz oldidan Angren shahar tarixi muzeyida uchrashishga kelishib olgan taniqli tilshunos olimimiz shu yurt farzandi Isomiddin Yormatov muzeyga kelganida dastlab aynan shu savol javobi bilan qiziqdik. Mavjud ilmiy adabiyotlarning ko'pchiligida Angren so'zi Ohangaron degan forsiy so'zni buzilgan shakli, qisqargan shakli, ruscha talaffuziga moslashgan ko'rinishi degan qarash yozilgan. Lekin Ohangaron so'zi ohangar temirchi degani, madanchi degani. Bu so'z o'sha iloq, qadimgi iloq Temuriylar davrida sekin-asta iste'moldan chiqib ketgandan keyin rasmiy hujjatlar fors tilida yuritila boshlanganidan so'ng bu joyning nomi iloq degan nomni o'rniga ko'proq Ohangaron so'zi qo'llana boshlandi. Daryoning nomi ham Jilg'ai Ohangaron deb atala boshlandi. Boburnomada ham Ohangaron Jilg'asi deb yoziladi bir necha karra. Ungacha Iloq daryo deb atalgan. Shunday qilib bu hudud vodiyning nomi bilan hozirgi Ohangaron shahrining nomi bevosita o'sha madanchilar degan ma'noga to'g'ri keladi. Angren so'zi esa Ohangaron degan forsiy so'zni qisqargan, ruscha talaffuzga moslashtirilgan shakli emas. Buni biz keyingi 30-35 yillik etnografik safarlarimiz, xalqning ichida mana shu yerda yashovchi Qo'rama elati vakillari bilan ko'plab suhbatlarimiz, keksa kishilar aytgan ma'lumotlarga tayanib, shuningdek xalq og'zaki ijodida kuylanib kelayotgan laparlar, o'lanlarda qo'llanilgan Hangran degan so'zga asoslanib aytamiz. Hangran daryodan kichik, soydan katta, o'ziga o'zi o'zan ochib, bebosh holda oqadigan suv havzasi Hangran. Demak, qadimdan o'sha Iloq daryo bilan barobar Hangran so'zi qo'llanib kelingan. Bizning qo'limizdagi o'lanlarni bir nechtasida buni isboti bor. Masalan, Qoraxtoy qishlog'ida yozib olingan o'lanlarning birida Hangranga tosh otmang, oqar ketar yor-yor. Uzoqqa qiz bermanglar, olar ketar yor-yor degan yor-yor namunasi mavjud. Xullas, mana shunaqa Hangran so'zi hozirga qadar ham keksa kishilar nutqida qo'llanib kelgan. Demak, daryoning nomidan shu daryoni yoqasiga 1942-yili ko'mir shaxtasini ishga tushirilishi, sanoat usulida ko'mir qazib olinib, eshelonlarda poyezdda front uchun bu yerdan ko'mir
katta hajmda qazib jo'natila boshlanishi, sekin asta ishchilar shaharchasi degan hozirgi ko'mir havzasining o'rnida posyolkaning paydo bo'lishi qo'rg'onning va 1946-yildan boshlab bu qo'rg'onga shahar maqomi berilishi natijasida demak o'sha rus geodezistlari Ohangaron daryosi degan so'zni nazarda tutib emas, uni qasddan yoki o'zining talaffuziga moslab emas, aksincha shu yerdagi mahalliy qurilmalarning nutqida ular bir necha bora eshitayotgan Hangran degan gidronimni nomidan olib shu so'zni qo'llashgan. Faqat h-ni tushirib qo'yib yumshoq yoziladi Hangren bo'lib ketgan. Mana qadrli teletomoshabin, siz ham Angren so'zining ma'nosini bilib oldingiz. Demak, Angren atamasi asrlar osha shu makonda yashab kelayotgan Qurama eli shevasidagi Hangran so'zdan kelib chiqqan. Bu hayqirib oquvchi soy, daryo ma'nolarini anglatadi. Angren shahar tarixi muzeyi 1960-yil 21-sentyabrda tashkil topgan. U dastlab o'lkashunoslik muzeyi deb nomlangan. 2019-yilda esa shahar tarixi muzeyi maqomini olgan. 3 bo'limdan iborat muzeyda bugungi kunda 32 mingdan ortiq eksponat saqlanmoqda. Muzeyimiz tabiat bo'limidan boshlanadi. Qarshimizda Ohangaron vodiysining bo'rttirib ko'rsatilgan xaritasi. Bu yerda yana Angren daryosi ham ko'rsatilgan. Ohangaron vodiysini Chotqol tog' tizmasi, Qurama tog' tizmalari o'rab turadi. Chap tomondan Chotqol tog' tizmasi, o'ng tomondan esa Qurama tog' tizmalari. Chotqol tog' tizmasining balandligi 3,5-4 ming metrgacha boradi. Qurama tog' tizmasining balandligi esa 1,5-2 ming, ba'zi joylarda 3200 metrgacha boradi. Bizning hudud nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda ham yetakchi o'rinlarda turadi. O'zining qazilma boyliklari bilan juda ham mashhur. Bu qazilma boyliklarimiz kaolin, wolfram, tilla, mis qazib olinadi, lekin asosiy bizni boyligimiz qora oltin, ya'ni ko'mir hisoblanadi. Xaritamizda yana to'q yashil dog'larni ko'rishingiz mumkin. Bu to'q yashil dog'lar archazorlar. Masalan, archalar o'zidan fitonsid moddasini chiqaradi. Bu inson organizmi uchun juda ham muhim hisoblanadi. Shuning uchun archazorlarimiz ko'proq sihatgohlarga, shifoxonalarga ko'proq ekishadi. Bu archamizni shoxlari haqiqiy archa shoxlaridan olingan, maketini esa o'zimiz harakat qilganmiz. Ko'rib turganingiz archazorlar dioramasi. Archazorlar dioramasida biz bu yoqda hayvonlar uchun eng qulay sharoit tog'larda archazorlar orasida yashash sharoiti hisoblanadi. Shuning uchun bu yoqda hali quyosh chiqib ulgurmasdan har xil qushlarimiz ovozi bilan to'lib ketadi. Kakkular, kakliklar, yana bu yoqda doimiy yashovchi hayvoni oq tirnoqli qo'ng'ir ayiq. Vazni 500 kilodan 600 kilogacha boradi. Uni asosiy yemishi har xil hayvonlar, o'laksaxo'rlar hisoblanadi. Muzeyimizga tashrif buyurgan sayohatchi albatta Ohangaron vohasining tabiati, qush hayvonlari haqida to'la ma'lumotga ega bo'la oladi. Ohangaron vodiysida Ko'lbuloq, Qizil Olmasoy, Ko'xisim kabi qadimiy manzilgohlar topilganki, bu yerlarda insonlar ungurlar yoki yarim yerto'lalarda yashashgan. Tarixiy manbalarda yozilishicha, birgina Ko'lbuloq makonida O'rta Paleolit davrida qaynoq hayot kechgan. Muzeyning tabiat bo'limidagi g'or maketi sizda Neandertal odamlarning qanday hayot kechirganliklari haqida tasavvurlarni uyg'otadi. Tabiat g'ori maketi. Biz bu g'orga kirganimizda aynan tog'da yurgandek va g'orga tushib qolgandek bo'lamiz. Bu yerda esa qishning sovug'idan,
yozning issig'idan himoya qilgan avlodlarimiz yashagan joyga guvoh bo'lamiz. Mana bu yerda g'orning ikkinchi tomonidan shunday qaraganimizda tabiat manzarasi va ovlash mumkin bo'lgan hayvonlarni ko'ramiz. Aynan qishning sovuq kunlarida bizning ota-bobolarimiz mana shu joyga kirib, bu yerda mana shu g'or og'zi tomonga kelib qolgan hayvonlarni ovlaganlar. G'orning bu burchagida diniy marosimlar o'tkazilgan hamda oziq-ovqat mahsulotlari pishirilgan. Muzeyimizning keyingi bo'limi tarix bo'limi hisoblanadi. Tarix bo'limida Toshkent viloyatining qadimiy manzilgohlari va ularda saqlanib kelgan qoyatosh suratlari, olimlar va arxeologlar tomonidan qazib olingan turli ko'rinishdagi ashyolar saqlanib keladi. Toshdan ishlangan mehnat qurollari insoniyat paydo bo'lishidan boshlab insoniyatni yashashi uchun kurashida muhim o'rin egallagan. Undan tashqari o'q-yoy paykonlari, kamon o'q uchlari ham mana shu tariximizdan dalolat beradi. Neandertal odam manzilgohlari va ularning yashash tarzi ko'rsatilgan dioramamiz bugungi kunda muzeyga tashrif buyurgan har bir qiziquvchini o'ziga jalb etadi. Tarix bo'limida nodir ashyolar, shu bilan birgalikda moddiy madaniyat yodgorliklarini o'rganish davomida topilgan asar atiqalar jamlangan. Masalan, Ko'lbuloq manzilgohi tarixni eng qadimgi davrlarga oid bo'lgan yodgorliklardan biri. Ko'lbuloq manzilgohi madaniy qatlamlaridan ko'plab tosh qurollar topilgan va ular muzey ekspozitsiya zalida namoyish etiladi. Demak, eng qadimgi namoyish etilayotgan ashyolar bu Ko'lbuloq manzilgohidan topilgan tosh qurollar hisoblanadi. Shu bilan birgalikda bronza davriga oid bo'lgan ko'plab asar atiqalar muzeyimiz fondida mavjud. Hamda muzey ekspozitsiya zallarida bronza davriga oid bo'lgan ashyolar bilan birgalikda ko'plab qoyatosh rasmlarini aks ettiruvchi fotosuratlar ham namoyish etiladi. Muzeyimizda bevosita miloddan avvalgi 2-1 asrlarga oid bo'lgan saklarni bronza qozoni ham saqlanadi. Bunday bronza qozonlar respublikamizni sanoqli muzeylaridagina bor. Bu bronza qozoni saqlanishi jihatdan o'zini ko'rinishini yo'qotgan emas. Bronza qozoni xo'jalik faoliyatida ishlatilgan, chunki ko'chmanchi qabilalar hududdan hududga ko'chib yurishgan va mana shunday tagli qozonlarga ehtiyoj sezishgan. Shuning uchun o'zlarini xo'jalik faoliyatida bu qozondan foydalanishgan. Darhaqiqat, muzeyning tarix bo'limidan o'rin olgan qadimiy tosh qurollarining bir qismi insoniyatning ilk manzilgohlaridan biri bo'lgan Ko'lbuloqdan topilgan. Shuningdek, bu bo'limni o'z davrining o'ziga xos ko'za, xumdon kabi uyrozg'or buyumlari boyitib turibdi. Ular orasida bir noyob eksponat borki, u bu yerga tashrif buyuruvchilarning diqqat e'tiborini tortadi. Bu 5-6 asrga tegishli qabr toshidir. Bu qabr toshining noyobligi shundaki, undagi yuz qiyofasi juda ham yaxshi saqlangan. Shu bilan birgalikda o'ziga xos bir ifodaga ega. Undan tashqari sopol buyumlarimiz ko'rgazmasi mavjud. Bilamizki, sopol buyumlar 1000 gradus issiqlikda qizdirib tayyorlanadi. Yer tagida necha yillar turishidan qat'iy nazar, u asilligini va tashqi ko'rinishini o'zgartirmaydi. Bu yerda ko'ringan turli ko'rinishdagi va hajmdagi, o'zida turli diniy marosimlar hamda o'sha davr xususiyatini aks ettirib beruvchi turli hajmdagi sopol buyumlar ko'rinib turibdi. Undan keyingisi esa don maydalagich tegirmon toshlari. Haligacha chekka hududlarimizda saqlanib kelayotgan tegirmon toshlari bugungi kunda muzeyga tashrif buyurgan har bir yosh uchun tariximizning ko'zgusi sifatida xizmat qiladi. Ohangaron vodiysi qadimdan katta hajmdagi yer osti qazilma boyliklariga ega maskan hisoblangan. Ayniqsa, uning hududidagi tog' konlaridan qazib olingan
oltin, kumush, mis, temir va yoqut feruzalar sharqda mashhur bo'lgan. Manbalarga qaraganda 6-10 asrlarda kon qazishma ishlari ancha rivojlangan. Albatta, Ohangaron vodiysi uning hududidan o'tuvchi buyuk Ipak yo'lidan qatnovchi karvonlar sohiblarini, geograf va sayyohlarning qiziqishlarini orttirgani rost. O'rta asrlarda konchilik ishi rivojlangan. Mana shu Iloq hududida, Chotqol hamda Qo'rama tog'lari etaklarida juda ko'p mana shu konchilik bilan bog'liq bo'lgan aholi yashaydigan manzilgohlar bo'lgan va ular asosan o'sha konlarga yaqin bo'lgan hududlarda yashagan aholi, demak o'sha madanlarni qayta ishlash bilan shug'ullangan. Qadimgi konchilar yer qa'riga chuqur kirib borishga intilishgan. Masalan, Lashkarak kumush konida hattoki qadimgi ajdodlarimiz yer qa'riga 300 metr kirib borganligi haqida o'sha arxeologik tadqiqotlarda ma'lumotlar keltiriladi. Dastlabki o'sha konchilarni aytaylik ish qurollari juda primitiv, sodda shaklda bo'lgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan ularni ish qurollari ham rivojlanib, aytaylik topilgan madanni maydalash uchun temirdan yoki bo'lmasa o'sha bosqonlardan foydalanishga harakat qilgan. Shu bilan birgalikda o'sha madanni eritish uchun endi ular yuqori kaloriya beradigan o'simliklarni yoqib, ularni eritishga harakat qilgan. Mana shu o'simliklardan masalan ikkala tog' tizmasida juda ham ko'p archa o'simliklari bor yoki bo'lmasa bo'talari bor har xil. Shu bilan birgalikda pista o'simligi bor. Mana shu o'simliklarni yoqib, madanlarni eritishgan. Bir ko'rishda adir ko'rinishini eslatib turgan bu konning boshlanishi mahallalar ichida bo'lgan hamda oddiy aholi ulovlarida, ot arava, eshak aravalarida kelib 200 metrgacha bo'lgan pastlikka tushib, mana shu joydan turli xil madanlarni qazib olganlar. Aynan bu dioramada 10-asrga oid madan qazib olish jarayoni aks etgan. Dioramamizning bu qismida esa madan qazib olishda ishlatilgan turli xil mehnat qurollari hamda olov yoqish uchun vositalarni ko'ryapmiz. Hattoki mana bizni dioramamizda chiroqlar, shu bilan birgalikda konchilarni ishlatgan qurollari, mehnat qurollari ko'rsatilgan. Mana shu ish qurollari yoki mehnat qurollari o'sha o'rta asrlarda topilgan mehnat qurollariga aynan mos. Ko'chbuloq hamda Qizil Olmasoy konlaridan topilgan mehnat qurollari demak hozirgi kunda bizni Angren shahar tarixi muzeyida saqlanadi. Hattoki muzey fondida shu madanlarni qayta ishlashda qo'llaniladigan simobni olib yuradigan simob ko'zachalar ham bor. Yoki bo'lmasa simobdonlar bor, shishadan yasalgan simobdonlar. Bular o'rta asrlarga xos bo'lgan konchilar foydalangan ashyolar hisoblanadi. Mis buyumlar 16-19 asrlarda O'rta Osiyo hududida ishlab chiqargan hunarmandlarning usta mahoratlari asosida yaratilgan turli ko'rinish shakldagi xumlarimizni ko'rib o'tamiz. Bu yerda oftoba, ko'za va odamning bosh kiyimi ko'rsatib o'tilgan. Hozirgacha qishloqlarimizda mana bunday ro'zg'or buyumlari saqlanadi. Bizning yoshligimizga guvoh bo'lgan enalarimiz, momolarimiz tomonidan don mahsulotlarini maydalab tolqon qilib bergan. Undan tashqari bu kelalarimizda bizni xalqimiz qadimdan chorvador hamda dehqonchilik, hunarmandchilikka juda o'ch bo'lgan va asosan chorvada sigirlarimizdan, echkilarimizdan, qo'ylarimizdan sog'ib olgan sutlarimizni mana shu kuvalar orqali sutini qaymog'idan, yog'idan ajratib olib, bizga dasturxonlarimizga tortiq qilishgan. Undan tashqari mana bu omochlarimiz yer ag'darishda, dehqonchilik qilish uchun juda ham katta vazifani bajargan. Bugun zamonning zayli bilan bularni o'rnini zamonaviy ko'rinishdagi texnikalar qoplab oldi. Lekin muzeyga kelgan har bir tashrifchi o'zi bilmagan holda qadimiyatga, tarixga yuzlanadi va asl avlodlarimiz haqida fikr mulohaza qilishga o'zida kuch va jur'at topadi. Bu ko'rgazmada esa
mahalliy xalqlarning turar joylari. Aynan Angren shahri Chotqol va Qurama tog' tizmalari etagida joylashganligi sababli bizni ota-bobolarimiz mana shunday paxsa uylarda yashaganlar. Bir ko'rishda tashqi ko'rinishdan ko'p qavatli uylarni eslatyapti. Demak, bundan ham ko'rinib turibdiki, bu uylar adirlarga, qiyaliklarga qurilgan uylar. Va uyni ichki ko'rinishiga e'tibor beradigan bo'lsak, har bir xonadonning ustini ota ekanligi, to'g'rida otaning farzandlariga nasihat qilib dasturxon ustida o'tirganligi. Undan tashqari bu uyning orqa qismiga e'tibor bersak, taxmon, bizni sandig'imiz va insonlar yashab turishi uchun ko'rpachalari ko'rsatilgan. Bugungi kunda xonadonlarimizda mana bunday tokchalarimiz bo'lmasa-da, oldin mana shunday tokchalarimiz bo'lgan. Uy ro'zg'or buyumlarimiz, idish-tovoqlarimiz mana shu joylarda saqlangan. Yana bir ulug' bir ne'mat ko'rsatib o'tilganki, bu dioramada eng ichki qismida onalarimiz farzandlarini belanchakda katta qilib, belanchaklarda qo'shib, allalar aytib, o'zlari ichidagi dardini, hasratini va farzandidan kutayotgan orzu umidlarini allaga qo'shib aytayotganligining guvohi bo'lamiz. Va o'z navbatida samovarda choy qaynab turibdi. Baxtli oilaning bir ko'rinishi. Tashqariga chiqqanimizda esa farzandlarimiz kuni bilan ish bilan band bo'lishi, onalarimiz o'choq qozon qilishi hamda uyimizning bir chetida chorva mahsulotlarimiz, chorvachilik bilan shug'ullanishimizni aks ettirib turibdi. Ohangaron vodiysida Iloq davlati bo'lgan. Ilmiy manbalarda uning paydo bo'lishi 2-3 asrlarga to'g'ri kelishi aytiladi. Iloq janub tomondan Qurama, Mo'g'ultog' va Qoramozor tizmalari orqali hozirgi Bekobod shahrigacha, g'arb tomondan Sirdaryo bilan, shimoldan esa Chirchiq daryosi va Chotqol tizmasi, sharqdan Chotqol va Qurama tog' tizmalari hamda Qamchiq dovoni bilan chegaralangan. Arab geograflari asarlarida Iloq hududida 10 dan ortiq shaharlar bo'lganligi aytilgan. Muzeydan o'rin olgan ayrim eksponatlar ana shu shaharlarda yashagan odamlar o'tmishi va hayotidan hikoya qilishi bilan ahamiyatlidir. Bu shaharlar qadimda mana shu Iloq hududlarida turli xil davrlarda faoliyat yuritgan hamda o'zining gullab yashnagan. Mana shu Angren hududlarida qadimda Daxkent, bu Daxkent, Dukent turli xil nomlar bilan ham ataladi. Hozirgi Dukent deb ataladi. Dukent qo'rg'oni bir qadimda bu yerda Daxkent degan shahar bo'lgan. Aynan bu shahar ham 7-8 asrlardan boshlab shakllangan tog' hamda ba'zi o'sha topilmalarga ko'ra 12-13 asrda gullab yashnagan hamda ba'zi bir holatlarda tanazzulga yuz tutgan. Aynan mana shu muzeyga ham o'sha Daxkent hududlaridan, Dukent hududlaridan juda ko'plab eksponatlar qo'yilgan. Bilan birgalikda Angren hududlarida qadimda Namudliq shahri ham bo'lgan. Bu muzey eksponatlarining ichida ko'plab Namudliq materiallarni ham ko'rishimiz mumkin. Bu Namudliq ham Iloqning eng qadimiy shaharlaridan biri sifatida ayta olamiz. Angren daryosi bo'ylaridan ko'plab qo'rg'onlarning xarobalari topilgan. Arxeologlar mozor qo'rg'onlar, muhxonalarni o'rganishgan. Muhxona bu bir yoki bir necha oila vakillariga tegishli mayitlarning xilxonasidir. Muzeydagi muhxona 4-6 asrlarga tegishli bo'lib, bu boshqalardan farq qiladi. U yer ostida joylashgan bo'lgan. Muzeyning keyingi bo'limi etnografiya va san'at bo'limi hisoblanadi. Etnografiya va san'at bo'limiga qadam qo'yganimizda eng avvalo milliyligimiz uyg'unlashgan liboslarimizga guvoh bo'lamiz. Bu liboslarimiz tarixan qisqa davr mobaynida o'zining tashqi ko'rinishini hamda jilokorligini yo'qotmagan. Mana shunday milliy liboslar ko'rgazmasi har bir tashrifchini o'ziga jalb etadi. Muzeyimizning san'at bo'limi ekspozitsiya zallarida O'zbekiston xalq rassomlari Ufinsov, Tansiqboyev, Choriyev kabi o'nlab rassomlarning asarlari namoyish etiladi. Bu tasviriy san'at asarlarida bevosita bizni tabiatimizga, xalqimizning turmush tarziga xos bo'lgan ifodalar mavjud. Shuning uchun ham tasviriy san'at bo'limidagi eksponatlarni, asarlarni ko'rish uchun ko'plab hamshaharlarimiz, hamyurtlarimiz muzeyga tashrif buyurishadi. Yana muzey fondida
ko'plab tasviriy san'at asarlari mavjud. Biz zaldagi asarlarni muntazam almashtirib, mavzuli ekspozitsiyalar tashkil etishga har doim e'tiborni qaratamiz. Angren Toshkent viloyatidagi yirik sanoat shaharlaridan biri hisoblanadi. Muzey vitrinalarida bugungi kunda shahardagi zavod va korxonalarda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlardan namunalar ham qo'yilganki, bu tomoshabinlarning Angren shahrining sanoat salohiyati qanchalik yuqori ekanligi haqidagi tasavvurini boyitadi. Angren shahar tarixiy muzeyi bu nafaqat Angren shahrining, butun Ohangaron vohasining, qolaversa butun o'lkamizning tarixini olis o'tmishdan qadimgi tosh davr, paleolitdan boshlab o'rta asrlar, yangi davr, mustaqillik davri zamonlarida yashagan yutuqlarning hammasi aks etgan ajoyib bir maskan hisoblanadi. Bu muzeyni bolaligimda o'quvchilik davrini eslayman. O'sha davrdan katta qiziqish bilan kelib, Angren tarixi haqida, Ohangaron vodiysi tarixi haqida, o'lkam tarixi haqida ko'p ma'lumotlarga ega bo'lib ketardik ustozlarimiz bilan ishtirokida. Mana hozirgacha bu muzeyni kelayotgan tomoshabinlar juda ko'p, ma'lumotlar juda ham qiziqarli va nafaqat Angren shahri tarixi haqida, balki Ohangaron florasi, faunasi, ishlab chiqarish jarayonlari, qazilma konlari, xalqning yashagan mahalliy xalq turmush tarzi hammasi haqida juda ham to'liq va tafsil ma'lumot berib, keluvchining, tomoshabinning tafakkurini boyitadi. Ohangaron vohasi ko'plab buyuk insonlarning qadami yetgan jannat makon joy hisoblanadi. Deyarli 15 asr amalda bo'lgan Buyuk Ipak yo'lining shimoliy tarmog'i, aynan Qamchiq dovoni orqali Farg'ona vodiysi, undan sharqiy Yetisuga hamda Xitoyga o'tgan hisoblanadi va demak ana shunday buyuk karvonlar qo'ng'irog'ini zenglatib o'tgan bu voha ko'hna tarixga, ko'hna madaniyatga, ko'hna bir sirli o'zining sinoatlariga ega. Ana shunday sir sinoatlarning yechimini, ularning mohiyatini o'quvchi yoshlarga, talabalarga ham, keng fuqarolarga ham yetkazishda, ularning tarixiy tafakkurini boyitishda bu tarix muzeyining ahamiyati beqiyos. Bugungi kunda Toshkent viloyatida 5 ta davlat muzeylari faoliyat ko'rsatmoqda. Ayni paytda ular fondida 110 mingdan ortiq eksponatlar mavjud. Muzeylardagi osor atiqalarda esa Toshkent vohasi, bu zaminda yashayotgan xalqlarning tarixi va madaniyati mujassam. Agar sizni nafaqat Ohangaron vodiysi, balki Toshkent vohasi o'tmishining sirli xilqatlari qiziqtirsa, albatta Angren shahar tarixi muzeyiga tashrif buyuring. Qadrli teletomoshabinlar, siz O'zbekiston tarixi telekanalida tarix ko'zgusi ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Dasturlarimizni kuzatib boring.